Nonim Navoiydan keladi. Bir haftada bir marta 2 dona yeyman keyin. Qolgan non, kofe. Onajon, men dunyodagi eng baxtli ayolman, alhamdulillah. 5 kilo undan non qilib sotishni boshlaganman. Maqsad shu farzandlarim qornini to'yg'azish. Uy olish emas, boshqa emas, endi ijara yashaymiz, 5 kilo undan non qilib uy olib bo'ladimi degan unaqa fikrlardan yiroq bo'lganmizda, faqat shu bolalarni qornini to'yg'azsak, biza baxtli, bizada katta odam yo'q edi. Shuning uchun shu 5 kilo undan non qilib uyma-uy yurib non sotib, raddimga shu bugun tug'ib raddimdan qochib chiqib ham yana non sotib, qaytib o'sha kunni o'zi yana borib joyimga yotib, hatto o'sha 2 kunni ham raddimdan zo'rg'a o'tkazib, chunki non sotuvchi bozorga yotsa, non sotilmasa bugundan keladigan daromad yo'q, bolalar och qoladi. Lekin hamma qiyinchiliklar o'tdi-da, umuman qiyinchilik demayman. O'sha o'zimiz uchun sabr, o'zimiz uchun imkoniyat, yo'l izlash deb bilaman-da. Yani non sotib yurgan hamma ham birdan bunaqa o'sib ketmaydi. Shu o'sish nuqtasi qayerda bo'lgan sizni? Qachon o'zgargan hayotingiz? O'sish nuqtasimi? Mana shu bolalarim bilan Moskva ichida yotganimda, bolalarimni yig'isi, ularni emizishga qiynalganim, o'sha kuni menga tong otishi qiyin bo'lgani, o'sha 1 soat, 2 soatdan shu daraja uzoq yillarga cho'zilganday bo'lgan. Chunki u bolalar injiqlik qilib o'sha kuni bu yoqqa o'qtarilsam, o'zim siqmayman, bunisini bu yoqqa olsam, ana shunaqa qilib qiynalganman. Shunda aytganmanki, men bugun agar harakat qilmasam, bolalarim bitta ko'chaga qoladi. Bu bolalarning kelajagi uchun ham kuchli bo'lishim kerak deganman, maqsad qo'yganman. Xo'jayinim bilan tirishib, halollik bilan intilib, mehnat qilib, xo'jayinim ro'zaman demasdan ro'za olib, un qoplab non yopardilar. Men yasardim, sotardim, bolalarim non kalaskachalarini ichida, vannalarda yotardi, o'sha qanib qoladigan nimalarda. Lekin mana shunday nimalarga erishdik bugungi kunda YouTube. Qarang, 1-millionni topganingizni eslaysizmi? 1-million mana olib qo'ygan pulingiz bor-ku, ishlatayotganda emas. Mana aytyapsiz, nonga pul topganman deysiz. 1-millionimiz endi biza mana shu un olgan, biza katta qarzga un olgan, bizada unchini pulini taxlaganman-da. Chunki bu unga beriladigan qarz, bu mana unni qarzga olganman deganman-da. O'sha unchini pulini 24 ga yetib qo'ygan. Chunki u unni puli, uni berishim kerak, mas'uliyat. Lekin o'shandan baraka topgan biza. Unchini mana hozir 23 yildan bosib bitta unchi bilan ishlayman. Birinchi uyingiz Moskvada yashaganman deyapsiz. Birinchi Moskvada yashagan bo'lsak, keyin yillar davomiga mana shu uy qurib berdi. Mana uy qurib berish hozir mana domchilar tomonidan juda ham yaxshilanib bo'ldi. O'sha paytda birinchi domchilar mana uy qurganda Temur Malikdan olgan biza. Uy olgan paytimiz, оформлениyaga borgan paytimiz, "Bo'yli siz uy oldingiz, mana bu yerga qo'ying" desa, "Rostdan men uylik bo'ldimmi?" deganman-da. Shuncha odamga uy qurib berdim degan ekan Azmat aka. Lekin bitta nonchi tinimsiz yig'lab rahmat aytdi degan ekan. Qo'ylam qo'yishni bilmasdan shu darajaga yig'laganman. Necha yilda olgansiz o'sha birinchi uyingiz? 11 yil deganda uy olganman. Ko'cha. Hatto ijara pulini to'lay olmaganimda shunaqa buxcha kiyim-piyimlar bilan ko'chaga chiqib o'targan. Hatto o'sha insonning ismi, ko'rinishi haligacha yodimga qolgan. Puling bo'lsa uyga yasha degan gapi shu darajaga xo'jayinim bilan yurgan bizda mana hamma tomosha qilgan ko'chaga chiqqan, qo'yni qo'shnilar tandirni burchagiga yig'lagan biza er-xotin. Bitta uylik bo'lish orzum bo'lgan. Hozirgi kunda Toshkentda ham uyim bor, Navoiyda ham uyim bor. Shuncha magazinlar, nimalar, nonvoyxonalar qilib tashladik. Alhamdulillah, Allohga shukr. Lekin na chet elga ketdik, lekin chet el ketamiz ham degan paytlar bo'ldi. Na chet el ketdik, na taslim bo'ldik. Alloh dedik, Xudoga shukr, Xudo ziyodasi bilan kutganimdan-da ziyoda berdi. O'sha joyda og'riqlilikdan borligi uchun uyim yo'q degan har bitta insonni qalban his qilaman. Shuning uchun shu yerda har bitta ishchimga boshpanalik bo'lishiga boshlang'ichda yordam qilaveraman. U yog'ini o'zi eplab ketadi. Avvalo Alloh, biza bir banda biza, lekin Xudoga behisob shukr, hozirgi kunda nechta ishchilarim uylik bo'ldi. Mana yaqinda bir ayolni uyini buzib, fundamentini noldan ko'tarib berdik. Bu dunyoga faqat yaxshilik qoladi.
shu narsa shu yerga tursa shu yerga turaveradi, olib ketolmaymiz, lekin bu dunyodan qilgan yaxshiliklarimizni olib ketamiz. Hozir mana shu sizni tarmog'ingiz bor-ku, shunda nechta magazin bor? Va kunlik mana shu sotuv qancha? Biz hozir bir 200 tacha magazinga non tarqatamiz, ular bilan hamkorlikda ishlaymiz. O'zimni ishlab turgan sexlarim hozirgi kunda bir 16 ta nima ishlab turadi, hammasi o'zimizniki. Yana ham hozir tarmoqlarimiz kengayapti. Shuning uchun men ijaraga yashashga uyga qo'rqaman, ijaraga do'kon olib ishlatishga haligacha qo'rqaman. O'sha travmalar bor, stresslar bor. Hammasini shu uchun shaxsiy qilib, kredit qilib, qiynalib, ishlab, mehnat qilib sota olib, shu darajagacha keldik. Biza ko'pchilik, biza 200 tadan ziyod ayol qizlar bor. Hammasini qora qozon qaynayapti. Shuncha insonni duosini olganimdan xursandman.